Assalomu alaykum hurmatli dehqon fermer akalar. Xudo xolasa mana ishimizni boshladik. Qiroliq masofasi 150 metr, podiyumi suv sathidan olganda 7-8 metrga to'g'ri keladi. Turbalarni ulashni boshladik. Xudo xolasa kimgadir turba ulash kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizlardan nomer qoldiramiz. Ishto'mada nasoflarda ham o'rnatga qanday o'rnatilganini, shitlarda hammasini xudo xolasa 150 talik bir stenka bo'lyapti. 90 minggacha bo'lyapti narx-navolari hozirda turbalarimizda. Turba kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsalar bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin 11 kilovat 159 turbada 11 kilovat nasosimizni to'nibga qildik. O'rniga o'rnatamiz deyishdi o'zlari, lekin biz bu yoqqa olib kirtirdik. Bu joyda katta qilib kovlatdik, mana ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa 11 kilovat. Mana shitlarimizni ham oraliq masofasi sip kabelni oraliq uzunligi 800 metrdan kelyapti do'stlar. Sip kabellarimiz hozirda 1 metr 35 ligi 23500 so'mdan. Xudo xolasa narx-navoga qiziqqan odamlarga elektroshitlarimizni ham mana ko'rishlaring mumkin. Elektroshitlarimiz ham malolari o'zi tushunadi. Hamma narsasini 3 million 200 ming, 3,5 milliongacha 2 million 800 mingdan 2,5 milliondan ketaveradi. Bu kattaroq nasosga terilgan o'zi aslida o'shaning sababiga 11 kalana 27.6. Buni sababi to'klar 194, 191, 193. O'shaning sababiga amper 5 amper 2 kilovat rasxod ko'proq olyapti. Oraliq masofasi 150 metr. Podiyumi primerna bir o'shaygacha chiqsa 7 metr podiyum chiqadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa 11 kilovatimizni suvi 159 turbada. Вообще ideal. Mana Yahyo stanokada jiyan charchab semirib yotibdi. Olamiz. Mana. Xudo xolasa вообще zo'r. Короче, bir gapni aytganda вообще konkret ozgina tok 800 metrda mana bunday просто hozircha chiqarib ko'rganim tok tortildi. Oralig'i ham uzoq. Transformatordan 800 metr uzoqlikda. 11 kilovat suv вообще zo'r-da. Вообще gap yo'q. Ko'rsalaringiz mumkin, qashti bir ariq suv ketyapti. Qo'yjan, tog'ongasi ham to'xlaydi. Fermerlar o'tirishibdi. Mantor akam. Albatta xudo xolasa kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlardan nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin do'stlar. Like, подписка.